Ardaklar şu Peygamber Recep Peygamber söz verdi koluma. Bu ustazdan ayrıldıkta ustaz dünyadan ötkenler keyin Allah Taala bir Recep Peygamber Peygamber köyüne sağlam mı? Şu bu koşuk o'zi asli ertaroq aytilishi kerak edi. Bir bundan bir 3-4 ay oldi. Şu koluma so'zni olaman farqida bir g'am bosadi, boshqacha bo'lamanda yana qo'yaman. Shu har narsani davosi vaqt edi bu. Shu vaqt o'tgan sayin odamlar o'rganishib baravarsan ekan. Ustozni yotganlari yaptı bo'lsin, joylari jannatda bo'lsin. Qo'limdan kelgancha endi kamchiliklari bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Qo'limdan kelgancha shu Recep Paygam suhbatim yozgan so'zlarini bir muzika qo'yib aytibman. Endi shu yerda birinchi marta aytilishi bu. Xudo xolasa. Recep Paygam sizga rahmat. Sog' bo'lasiz. Muhammad degan xotirlar, qo'shiqlar xotirlar.
ağızdan ayrıldık. Yığılıb qaldı dost yarani, ulu ağızdan ayrıldık. Bülbül ağızdan ayrıldık. Bülbül ağızdan ayrıldık.